Hurmatli obunachilar, Jizzax viloyati Baxmal tumanida tashkil qilingan Olma saylida qiziqarli ma'lumotga duch kelib qoldim. Aniqrog'i, kivi o'simligini urg'ochisi va erkagi bo'lar ekan. Endi Sheruz aka bilan tanishib qoldim. Bu kishi Agro In Vitro korxonasini, laboratoriyasini mutaxassis agronom ekanlar. O'sha Sheruz akadan iltimos qilamiz shu haqda bizga tushuncha berishlariga, chunki bu bizlar uchun yangi ko'chat, yangi daraxt, yangi o'simlik desa ham bo'ladi. Ko'pchilik buni parvarishlashni, o'tkazishni, qanday qurish sxemalarini bilmasligi mumkin. Sheruz akadan iltimos qilamiz shu haqda bizga biroz ma'lumot berishadi. Assalomu alaykum Sheruz aka, ishlaringiz yaxshimi aka? Yaxshi yuribsizmi? Mana shu kivini haqiqatdan ham urg'ochisi erkagi degan narsa bormikin yo bu shunday aka, urg'ochisi xalq orasida bormi? bor aka, urg'ochisi erkagi alohida bo'ladi. Bu O'zbekiston sharoitiga hali yangi kirib kelgan navlar hisoblanadi. Bular O'zbekiston sharoitida bu ustiga setka tortish orqali bular soya joyiga eksangiz yaxshi rivojlanib, yaxshi o'sadigan o'simlik hisoblanadi. Buni erkagi urg'ochisi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu navimiz Green Light, bu urg'ochisi. Buni erkagi changlatuvchisi, ya'ni bu changlatuvchisi buning Tamuri navi hisoblanadi. Navi boshqa demak. Navi boshqa. Buni ekish jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, 8 ta bundan ekasiz. 8 tadan keyin bitta erkagini joylashtirsangiz yaxshi changlatadi. Demak 8 ta ayoli, bitta erkagi. Bitta erkagini joylashtirsangiz. Demak buni bog' qiladiganlar uchun tavsiya beradigan bo'lsangiz, o'lchamlar qanday bo'ladi shunda? Buni bog' qiladigan fermerlarga, klasterlarga, tomorqa yer egalari uchun bunga tavsiya beradigan bo'lsak, bu navimizni 2 ga 4 sxemada eksangiz bo'ladi. Demak, yaxshi natija beradi. Uzunasiga 2, demak. 2. Qishda saqlashga qanday tavsiyalar berasiz? Qishda saqlashda xuddi uzumdek bo'ladi bu ham. Yo'q, buni ko'mish kerak bo'ladi, yoki bo'lmasa maxsus salafonlarni o'rab chiqish kerak bo'ladi. Shunda -5 gradusga chidaydi lekin bu. O'zi -5 ga chidaydi, agar qishga sovuqroq hududlar bo'lsa, shu narsa tavsiya qilinadi. Shunday. Hosildorligi qanday? Buni o'zi masalan necha yosharmi? Hosildorligi gektariga 25-30 tonnagacha hosil beradi. Gektariga. Tushunarli aka. Sheruz aka, katta rahmat ma'lumotlar uchun. Demak, agar aynan shu kivi sortidan yoki boshqa xil ko'chatlar sizga qiziq bo'lsa, Agro In Vitro laboratoriyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Agrobank tashkil qilgan laboratoriya, bu yerda juda ko'plab mevali ko'chatlarni har xil turlaridan mavjud bularda. Raqamlarni pastda qoldiramiz albatta. Bemalol bog'lansangiz bo'ladi.